Kobalt tugadigan pastlik hamma biladi. Kobaltda mana shu oyna o'chirilib ishlamay qoladi. Hozir shuni sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. O'zi bor, buni ko'p shopirlarning o'zi ham ochib remont qilib tashlaydi. Bunaqa qiyin narsa bo'lmaganligi uchun bir xil payt bir xil akalarimiz keladi. Ukam deydi, mana shu atyorkini berib turgan deydi. Hop tinchlik bo'lsa, shuna mana shu oyna knopkam ishlamay qoldi. Shuni shunda tozalab olay deydi. Mana aka deb bersak, gap yo'q deyman. Shaqillatib tashlaydi bor. Albatta tili bor. Shuni ko'tarsak, albatta kontakti bo'ladi. Bu kontakt kuyib ketgan bo'ladi. Keyin mana bu yerda ham mana kontaktlari kuyib ketgan. Napilning yordamida yaxshilab tozalab olamiz dedi. Changlarini, mana bu narsalarni bitta cho'tkadan o'tkazib yuborilsa, o'zingizga ham komfortli, maza qilib ishlaydi. Buni farqini qarang. Top toza bo'ldi. Kontaktlari ham mana toza bo'ldi. Qo'yish ham o'zi arig'i bor. O'sha arig'iga qo'ysa tushadi. Mana. Knopkamiz tayyor. Xolisi. Buni o'zingizam qilib ko'rsangiz bo'ladi. Foydali videolarni olib kelib yo'qotib qo'ymaslik uchun obязательно подписка bosib qo'yinglar. Bundan ham kerakli videolar qo'yishda davom etamiz.